Yana. Bolalari ham bo'lishi mumkin Ombagir aka. Bor ekan, ikkita bor ekan. Ikkita quyon bor ekan. Turibdi uni. Ikkita turibdi, ikkita galla turibdi. 5 ta olishibdi. Yana ikkitasi batareyaga ishlatib turibdi. Batareyaga tushiramiz hozir. Mashinaga bermoqchi. Bunaqasi. Akam o'zlari berma bilan shug'ullanardilar, mashinani bermay qo'yibdilar. Quyon boqayaptilar ekan. Oilaga. Akalar, mana quyon. Nima qilsam? Yo'q, oldi gap o'tdi. Motorni taydan topib oldim ikkitasini. Hozir endi bu orqa tomonda Saylga chiqarganda quyonlar. Sizmog'ona. Quyon. Juda zerikib ketishdi. Bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak. Bo'lmagan, kim bunaqasi bo'lmagan. Quyon temasi bo'lmagan. O'zi mashinalari shag'allik turishdi. ovoz chiqib qoladi, Ha. Ha. Haligacha chiqdi, ha, o'sha bir bo'lsa, shu xiyollar ziyo yetkazganmi bir joyga. Bir yo'l endi ochib ko'rib olamiz. Batareyalarni qator ochib ko'rib qo'yli, yana simpimini yeb qo'ymasin. Chaynab qo'ymasin deyapti. Katta turib qon ochib qolsa endi nima endi ularga? Yevoriladi. Nima bo'lsa yevorib turay. Akam falon pulga tushmayli deyaptilar. Bechora quyonchalar. Ana turishdi.